Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun sizlarga polskiy fasadli klinkerlar haqida ma'lumot beramiz. Videoni ko'rish uchun bittadan like ni bosib, podpiskani bosib qo'yishni esdalikdan chiqarmanglar. Nimagaki yangi fasadli klinkerlar g'ishtlar bizlarning kanalimizga bo'ladi. Shuning uchun azizlar, bugun mana ko'rib turganingizdek Polshadan mana yukimiz kirib keldi. Bu yuk kirib kelishiga men o'zim yo'q edim. Turkmanistonga safarga edik. Bolalar tushirib chiroyli qilib qo'yishibdi. Sizlarga bugun shuni obzorini ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa chiroyli hammasi upakovkaga kelgan. Ichiga hech qanaqa nimalar, upakovkalari juda ham mustahkam qilgan. Hamma plitkalar butun kelgan, chiroyli. Xo'p, hozircha bizlarga 5 xil rangidan nalichiga keldi azizlar. Yaqinroqdan keling operator. Mana bu birinchi rangimiz temno korичневый, ustiga mana shunaqa anaqasi bor. Perelivchasi bor. Bunaqa chiroyli rangchaga. Razmerini tushuntiraman buni azizlar. Razmeri balandligi 6.6, uzunasi 24.5, qalinligi 0.8. Ko'rib turganingizdek, narxini ham aytaman azizlar. Ko'pchilik sirazu bizlardan narxini so'rashadi. Narxi hozir kunda 1 kvadratga $20. Boshqa viloyatlardan kuzatayotgan dilerlarimiz bo'lsa, shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular uchun alohida chiroyli narx qilib beramiz. Bizga aloqaga chiqsalar bo'ldi. Ikkinchi rangimiz do'stlar, hozir shu 24-25-yillarga trendga chiqayotgan bunaqa seriya rangchamiz. Bu ham juda chiroyli rangcha, ko'rib turganingizdek. Usti silliq rangcha. Hozir bular hammasi Polshadan kelgan, original klinker plitka hisoblanadi. Uchinchi rangimiz esa mana bunaqa juda ham go'zal qizil rangchamiz. Mana ko'rib turganingizdek. Juda ham chiroyli chiqadi bu rangchamiz, inshaalloh tergandan keyin. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz agar, bizlar terayotgan joylarni obzorini qo'yib ketamiz, ko'rasizlar. 4-rangimiz mana shu qizilni ichiga temno aralashgan nimalari bor, qora aralashgan pereliv deydi. Bu ham juda bir chiroyli rang, ko'rib turganingizdek. Va 5-rangimiz temno korичневый. Bu ham bir o'zgacha. Bularni oqshofga tersa, teriza atkoslaringizni tiyaga qilib, oq tiyaga qilib yo traventin toshdan tiyaga qilib tersangiz agar вообще bomba chiqadi. Ko'rib turganingizdek, hozircha bizlarga 5 xil rangidan nalichiga bor va undan tashqari zavod tomonidan bizlarga obrazeslar berib yuborgan, yana bir 15 xil, 20 xil obrazes bor. Inshaalloh ko'ramiz. Agar u ranglar ham yo'qsa, ularni ham zakaz qilamiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, optim narx, birinchi qo'l. Manzilimiz Samarqand shahar aeroportning oldiga, ofisimiz esa Ulug'bek eski Zapchas bozoridan Geofiskani yo'liga tushib kelishingizga pastga raqamlar qo'yamiz. Pastdagi raqamlar orqali telefon qilib, yana yozsangiz agar Telegram yo WhatsApp bor, shu nomerlarga yozsangiz agar lokatsiyalarni tashab beramiz. Uzoq safarlarda bo'lsangiz agar shu Telegram, WhatsApp orqali SMSlar yozsangiz agar javob beramiz. Obrazeslarni, rasmlarni yana tashab beramiz. Va sizlarning manzillaringizga bularni yetkazib beramiz, yetkazib berish alohida bo'ladi. Do'stlar, videoga bitta like, podpiska ayamaysizlar degan umiddaman. Hammangizga rahmat. Keyingi videolarni kuzatib boring. Tergan joylarni ham qo'yib ketamiz.